Puluman 24-kun bitiruvchilarga konsert qilyapman. Bu videoni 2007, 2008, 2009 yillarga yuborib qo'yinglar. Bitiruvchilar sizlarga dahshat konsert uyushtirib qo'ydi Mirkom bolalarning. Ana endi Elyorbek Milliboyev kelyapti. Va o'zimizning elimizdan chiqqan Ahror Baxshi ham kelyapti. 80-90 yillardagi hitlarni taxlagan konkretniyatda DJ bilan chiqqan ham chaqirganman. Shuncha san'atkor chindan keladimi deb xavotir oltirmanglar. Mirkom bolalaring uni legrafga qilib qo'ygan. O'zim sizlarga sovg'a tarqataman. Fonni legraflarni olaman. 24-may kuni soat 11:00 da boshlanadi. Xizmatlar litsenziyalangan. Ichki ishlar xodimlari nazorat ostida bo'ladi. Xavotir olmay kelaverasizlar. Mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil tushuntiraman. Mana Chiroqchi Zakis xonasidan shunday o'tganda mana domda tayida. Adrenalin kafesi deyiladi. Kelaverasizlar. Konstamircha bor. Kelinglar.